Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum hürmetli televizyon görgüç qarindaşlar. Sual ve cevap namlı programımızın yeni sani arkalık sizler bilen yani yüz görüştük. Bugünkü programımızın aziz mehmini Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Maun Reisi Ustaz Mahmudcan Damollam. Ben programın reisesi Abdülahad Ucat. Hürmetli Damollam hoş geldin. Hoş bulduk. Hürmetli televizyon görgüç qarindaşlar. Bugünkü programımızda cihatның türleri hakkında toxtalib o'tamiz. O'tganki programlarda bu cihat haqida qilgan, cihat qachon farz bo'lgan, cihatningki farz qilinishdagi hikmatlari haqida qisqacha toxtalib o'tgan. Bugünkü programımızda hem de bu İslam'daki cihatның türleri qaysilar degan temadan başlasak. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve ta'ala bu fikremde doğrun sözleşini Allah nisip kılsın. Hatalıklarını saklasın. Allah subhanahu ve ta'ala muş arkalık İslam'daki katta emellerinin biri boğan bu cihatның ki şer'i hükümlerini yaxşı bölüşke emeli icra qilgan vaqtda ilim üstüge qurulgan, ilim bilen qurallangan asasda bu cihat ibaretini qilishga Allah nisip qilsin. Cihatni yuqoridagi darslardan to'xtalib o'tdik. Cihat degan bu so'z nihoyat umum mazmunni o'z ichiga olgan, nurg'unlagan mazmunlarni o'z ichiga olgan, nurg'un turlarni o'z ichiga olgan so'z shar'iy tarafdan ishlatilishda faqatlam qital deb ishlatmadi, balki Alloh subhanahu va taolo jihad degan mushu labzni, mush so'zni ishlatdi Qur'oni Karimda. Ko'p yerlarda va shundaqla Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ishlatdi. Nima uchun desa, bu so'zningki jiq mazmunlarni o'z ichiga olganligi uchun. Chunki buning ma'nosi tirishchanlik qilish, kuch chiqarish, jafoliq harakat qilish degan mazmunlarni o'z ichiga olgan bo'lganligi uchun şunu sizning sual qarta cihatның türleri ya qandaq degan sual qarta alimlerimiz bu haqda nurg'un Qur'oni Karimni ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerini Resulullah'ın hayatını tadqiq qilish orqali o'ttirib qo'ygan bir yakun bor. U bo'lsa-mu cihatның türleriningki eng başta İki türlük bo'lganligi. Yani iki türlük deganimiz Hoş. Birsi her qandaq bir musulmon, mukallaf, yani balog'atga yetgandan keyin er olsun, ayol olsun, her qandaq bir inson qilish tegishlik bo'lgan cihat. Yana birsi ikkinchi turi odatda ba'zi kishilar qilsa, yana ba'zi kishilar qilgan, qilmagan kishilar gunohkor bo'lmaydigan, yani qilganlarning gunohining tushishiga sebepçi bulduğun cihat. Bu her kandak insanın her daim hayatında kılışık tegişlik birinci türü qaysi edilse birinci bo'lib bir Müslüman müminnin ki yüzün nefsi ölen küreş kılışı. İkincisi şeytan bilen küreş kılışı. Yani bu insanın hayatında ta mukallaf bo'lib balog'atga yetgandan keyin o'lganga qadar davomlashadigan, hech qanday vaqtda to'xtab qolsa bo'lmaydigan bir tur qaysi desa, insonning o'zining havoyi havasi, shahvatlari, buning bilan kurash qilish, ya'ni buning qarshi ish qilish. Ikkinchisi bu insonni har doim xato yo'lga boshlaydigan shayton bilan kurash qilish. Andin bu ba'zi vaqtda vojib bo'lib farz bo'lib, ba'zi vaqtda vojib bo'lmaydigan yoki ba'zi musulmonlarga vojib bo'lib, ba'zilarga vojib bo'lmaydigan ikkinchi tur qaysi desa, bu kafirlar bilan jihad qilish, munofiqlar bilan jihad qilish. Bu har doim inson buni hamma odamga bir vaqtda vojib bo'lmasligi mumkin. Ba'zi odamlarga vojib bo'lsa, ba'zilarga vojib bo'lmasligi mumkin. Yani ilm egillariga masalan vojib bo'lsa, nodon odamlarga vojib bo'lmasligi mumkin. Ba'zi vojib bo'lgan vaqtda
masalan bir qism musulmonlar qiysa, qolganlar xuddi janoza namoziga o'xshagan, qolganlar buningga sheriklashmasimi, gunohkor bo'lmaydigan bo'lishi mumkin. Ya'ni bu ikkinchi turi. Bu munofiqlar bilan qilinadigan kurash va kofirlar bilan qilinadigan kurash bu umumiy hukmi. Lekin buning tafsilotiga kirsak, buning uchun desa tabiiy holda muayyan hammadan qilishga tegishli vaqtlar bo'ladi. Qilmasin bo'ladigan vaqtlar ham bo'ladi. Mush asosda shunga Ibn Qayyim rahimahullah shu jihatninki turlarini, buning darajalarini bayon qilgan vaqtda buni 4 turga bo'lib, birinchisi nafsi bilan jihad qilish, ikkinchisi shayton bilan jihad qilish, uchinchisi kofirlar bilan jihad qilish, to'rtinchisi munofiqlar bilan jihad qilish deb bilgan. Allah razı olsun ustoz hamda bizningki ko'pincha xalqimizningki tushunchisida jihad desa shu faqatlam qurolliq yoki dushman bilan yuzma-yuz jihad qilish o'ylab qoldigan masalalar bor. Buni aytdi yaxshi ochiqlanib o'tdi. Unda ustozimiz bu nafsi bilan jihad qilishninki turlari qaysi? Buni qanday tushunamiz? Bu vaqt qisqacha ma'lumot bersa yuqoridagi 4 turni tafsiliy bir anlatsak. Birincisi nefsi bilen cihat qilish deganlik. Bu nefs Kur'an-ı Kerim'de Allah Subhanahu ve Taala ve innen nefse le'emmâratun bis-su'. Yani insanın nefsi her daim bu insanı yaman işlağı buyuruyordu, yaman işlağını qilishga tashabbus qildi, yaman işlağını yaxshi ko'rdi deb tasvirlagan. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cennetni sifatlab, cennetning yo'lini sifatlab, cennetning yo'li insonning nafsi, havai havsi yaxshi ko'radigan shahvatlar bilan bezalgan. Ammo do'zaxning yo'li shu desa, insonning nafsi yaxshi ko'radigan almashlab. Jannatningki yo'li insonning nafsi yomon ko'radigan, nafsi qilishni xohlamaydigan narsalar bilan bezalgan. Cehennemning yo'li shu desa, insonning nafsi yaxshi ko'radigan, qilishni xohlaydigan narsalar bilan bezalgan degan. Yani inson asl tabiatida insonningki bir eskilik bordir. Shunga yomon ishlarni qilishni yaxshi ko'radigan, yomon ishlarni qilaman deb nurg'un tirishchanlikni qiladigan, yomon ishlarni qilsa ko'ngli xo'sh bo'ladigan bir tabiat insonda bor. Şu malaikalar Allah Subhanahu ve Taala insanın yaratiman degan vaqtda bu insonning tabiatini alohida tasvirlab, sen bu ziminda qon to'kadigan, buzuqchilik qiladigan bunda maxluqni nima uchun yaratsan deb bir savol tariqasida desa Allah Subhanahu ve Taala'dan so'rgan. Şu Allah Subhanahu ve Taala şu ayetning oxirisida inni a'lamu minallahi ma la ta'lamun. İnni a'lamu ma la ta'lamun. Yani sil bilmeydiğini men bilmen deb Adem aleyhisselamni keyin ço desa ilim bilen bu malaikalardan üstün qilganligini o'sha oyatlarda bayon qildi. Bu yerda demakchi bo'g'inim nima desa, insonning tabiati bu yomonlik tabiati bor. Qachoniki buni inson Allah Subhanahu ve Taala avatgan payg'ambarlarningki yo'liga ergishish bilan bu payg'ambarlar bilan birga minish bilan payg'ambar qoldirib ketgan vahiyga chin esirish bilan buni kontrol qilib tursa, boshqarib tursa bu o'zining nafsini, havoi havsini boshqara oladi. Bo'lmasa shu desa, buni boshqara olmaydi. Biz insoniyatningki uzun yillik tarixiga qaraydigan bo'lsak, insoniyat tarixi odatda qon to'kish bilan, vulangchilik bilan, birsi-birsini o'ldirish bilan, birsi-birisining davlatni, shaharlarini, yezilarini bulib olish bilan, besib olish bilan insonning tarixdan buyancha shunday bo'lib keldi. Bugun bu shundan chiqib farqlanmaydi. Bu nima desa, insonning tabiatidagi shu Qur'oni Karimda sifatlangan va innan nafsa la'ammaratun bis-su degan mush oyatningki mazmun hamdi bu. Lekin buni biz mu'min bo'lish sifatimiz bilan payg'ambarlarga ergashgan payg'ambar alayhissalomning ummat bo'lish sifatimiz bilan cho desa, bu nafsni kontrol qilishga buyurildi hamdir. Undaqda ustoz mesela bir Müslüman hayatını şu Kur'an-ı Kerim ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadiste körsatgandek yaşashga tirishib yaşasa bir ömür mesela.
yoki qanchalik yashasa shu, ya'ni Qur'on hadis menimki hayoti mamoti shunda bo'ldi deb yashagan odam bir ömür cihat qilgandan savob ko'rishadi. Albatta, ya'ni albatta cihat ichida bo'lgan bo'lamdi. Albatta shu nafsi bilan ashunda kurash qilib, havoyi havasning keyni kirmay, payg'ambar alayhissalomning kelgan ilmni yaxshi o'rganib, jihad qilish niyati bilan, ya'ni dushman bilan jihad qilishni niyat qilib, mush hayotini mushuna kurash bilan o'tgan bo'lsa, albatta bu odamning hayotini jihad deyishga bo'ladi. Mesela bir kısım düşüncedeki, ideyadaki kişiler mesela dinninki, hadisninki bir kısımdan tutulup, muşullam kısam muşu din dep turulduğun ideya onda kalmaz. Bu mesela ben vakti gelse Kur'anlık cihat mı kılama. Ama o kapma olacak ki benim cihadım muşu degen ideyada olsa. Elbette nurgun yakın nurgun ustazlar bu hayatı toxtulup ötdi. Yani bir insanın sağlam yaşaşı. Birisi zulüm qilmaslığı, birisinin mal mülklerini hiyvanmaslığı, bulvanmaslığı, birisinin abroyunu qoğdışı ve şundaqla muş arqılıq yaxşı adam bo'lib, quralliq cihatqa tayyorlik qilishi, muşunun hemmisi bir milletdə, xususan Müslüman milletdə tepilishlik tegishlik bir süpətlə. Bular tepilmay turib, insanlar Müslüman turib, vatanning davasını qildik deb turib, birisini kuchliqlar ajizlarni buzib etsa, masalan, mal mülklerini bulup alsa her xil yo'l bilan, mayli aldab, mayli qo'rqitib, her xil jamiyatda munkar xato ishlar qilib yursa, chuqum bu odamni vaqt kelsa dushman bilan kurash qilolmaydi. Shuning uchun Ibn Qayyim rahimahulloh mush jihatninki turlarini bo'lgan vaqtda birinchi, masalan, nafsi bilan jihad qilish degan qanday bo'ldi desa, nafsi bilan jihad qilish birinchi Allohning dinini yaxshi o'rganish. Allohning payg'ambar elib kelgan hidoyatni yaxshi tushunish, egallash. Ikkinchisi o'zi o'rgangan bu ilm uchun amal qilish. Ya'ni o'zining bilganiga amal qilib, tirishib, to'g'ri yo'lda yashashga alohida kuch chiqarish. Üçüncüsü bu o'zi bilganini boshqalarga yetkazish. Ya'ni to'g'rini yetkazam, haq bilan nimkorim bor meningki, haq nim bo'lsin. Men o'zim mujna mansam bo'ldi demasdan, o'zi bilganini boshda bilish, undan keyin bilganiga amal qilish. Üçüncü bo'lib desa, boshqalarga bu bilganini yetkazish. To'rtinchi bo'lib desa, mushu yo'lda chidash, sabr qilish. Nurg'un xafalık uchrashi mumkin bu yo'lda. Mush uchragan xafalıkka, musibatga sabr qilgan vaqtda ondan haqiqiy nafsi bilan kurash qilgan bo'ladi deb tunishtirgan. Demak, bu so'zlarning hammasininki Qur'oni Karimda nurg'un dalillari bor. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning so'zlarida nurg'un dalillari bor. Masalan, o'zi odatda bilganga amal qilish haqida bo'lsin, mayli boshqalarga yetkazishda bo'lsin, mayli bu yetkazish yo'lida sabr qilishga bo'lsin, bularning hammasi bir sog'lom musulmonninki odatda qilishga tegishlik burchi, mas'uliyati. Mush ishlarni qiladigan vaqtda uningdan keyin bunda odam cho'qim dushman bilan kurash qila oladi. Qurolliq jihatni qila oladi. O'zining mol mulkini atiya oladi. Lekin o'zi to'g'rini bilmay turib, to'g'riga yetkini bo'lmaydi. Ibn Qayyim rahimulloh yuqorida ko'rsatgan jihadning to'rt turligidan bir turlik jihatga amal qilgan bo'ldi, ya'ni. Amal qilgan bo'ldi. Haq dinni o'rgandi, bildi, o'rgandi, boshqalarga yetkazdi, o yo'lda sabr qildi. Shu xolos. Endi ustoz ikkinchi turga kelsak, bu shayton bilan jihad qilish debdik. Bu qanday bo'ldi? Masalan, shayton bilan qanday jihad qilamiz? Shayton bilan jihad qilish deganlik Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu kurashni sifatlab nima degan desa, va qulna ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Ya'ni bizga bu kurashni haqiqatini tushuntirib qo'ygan. Biz bu Adem alayhissalomga va shaytonga ikkilisiga sizlar zamonga tushinglar, sizlar bilib qo'yinglar, bir-biringizga sizlar dushman degan. Ya'ni boshqa dunyodagi insondan bo'lgan har qanday dushman bilan mumkin insonlar sulh tuzishi, kelishib qolishi, dushman bilan do'stlashib qolishi mumkin. Mu'min bo'lsa-mu, u mumkin. Lekin bu shayton bilan desa, qat'iy do'stlashib qolgan olmaydi buni. Ya'ni bu abadiy dushman.
İnsanın ebedi düşmanı şeytan. İnsanın ebedi düşmeni, qat'iy o'zgarib qolmaydigan, ta bir insan mukellef bo'lib balog'atga yetib o'lgichilak hamda o'lgan vaqtda o shaytonning ta'siri tugaydi. O'lgichilak har qanday vaqtda to'xtab qolmay dushmanlik qiladigan dushmanchi desa, birinchisi shayton. Xo'sh. Shuning uchun bu shaytonning dushman ekanligini eng boshda shu yaxshi tunish lozim. Bu shayton odatda insonga birinchi bo'lib iymonda shaklanadigan har xil shak tashlaydigan shubhalarni tashlaydi. Buni qarshi turish lozim. Biz Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam shaytonning bu vaqtdagi hiylesini bayon qilib, masalan, shayton sizlarning biringlarga, masalan, uni kim yaratdi, buni kim yaratdi deb shunda savol qo'ydi, kallasiga aynan savol keldi. Har biriga Allah yaratdi deb bu javob insonning kallasiga kirdi. Ahiri shayton Allah'ni kim yarattı deb mushundaq deydi degan. Demak, mavzu desa shaytonning insonning iymoniga berdigan birinchi eng kuchli zarbasi. Shu savol kallanglarga kelgan vaqtda darhol a'udhu billahi minashshaytonirrojim deb bu shaytondan panoh tilab, sol tarafingizga tukuritinglar. Debço mushunga bizni buyurgan. Amantu billah. Allah'a iman keltirdim deb mushunaqdanlar deb boshqa hadislarda bu bor. Demak, eng birinchi bo'lib shaytonning bizning iymonimizga tashlaydigan shak shubhatlariga çok qarshi turish. Har qanday vaqtda a'udhu billahi minashshaytonirrojim, amantu billah deb Allohga bo'lgan iymonni yanglab turish. Alloh subhanahu va taolodan har doim tilaklarimizni shu bu tilakni qilib turish lozim. Nima uchun desa, insonning yuqorida deyilgandek inson havoyi havas va shahvat va insonning qalbida. Unda bo'lgandan keyin qachoniki bu shaklarga bugungi kunda hozir masalan eng kuchlanayotgan yo'linish yangi mazhablarning bir qaysi desa ilhad. Xo'sh. Yani ateist. Dinsizlik. Xo'sh. Mushu nurg'un yerda mayli g'arbda hatto o'tgan kuni men maqola o'qidim. Mush ay burun butparastlarningki xristianlikni tashlab nurg'un odam burungi butparastlikninki odatlari, sho'lning ibodatlari yangidan tirilib o'tibdi nurg'un yerda. Xristianlikni tashlab, xristian dinidan ilgari. Nima uchun desa, bugungi kunda insoniyatninki qalbini xotirjam qiladigan, o'zini bir baxt saodat usuli his qiladigan bir dinga ehtiyoji bor. Bu dinni andan topolmayotdi. İslamni sat ko'rsatib, musulmonlarning ham islomni o'zining hayotida go'zal, yaxshi tatbiq qilmaganligi buning cho'ng sabablarining biri. Tek islomni tek topolmayotgan, ondan o'zi e'tiqod qilgan dinda o bir rahat tuyg'uni tek his qilolmayotgan. Shuning bilan u dillardan zerikib, necha ming yilni oldin o'tib ketgan butparastlik mush yaxshi va qiymati deb buning yuzlanadigan ya ateistlik deb وما يهلكنا إلا الدهر deb Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda mana shuni sifatlagan. Hech qanday bir narsaga ishonmaydigan mushundaq bir yo'nalishda insoniyat ketyapti. Shuning uchun bu eng birinchi mu'min qarshi turishga tegishlik ish nima desa, dushman nima desa, shayton. Xususan bu shaytonninki insonning qalbiga tashlaydigan, iymonda shakka sababchi bo'ladigan savollarni cho'qim yiroqlashtirish lozim, Allohdan panoh tilash lozim. Ikkinchisi, shaytonning eng muhim bir shayton bilan qiladigan kurash nima desa, havoyi havas, shahvat, buzuqchilikni yaxshi ko'rishadi. Bu orqali insonni azdirish. Odat shayton masalan eng xo'sh bo'lgan ishlarning biri oiladagi buzuqchilik, oiladagi fasodchilik, mayli er ayolning ajrashib ketishi bilan kelib chiqsin bu fasodchilik. Bugungi kunda insoniyatga qarasak, Xo'sh. musulmonlar ham emas, insoniyatga qarasak, insoniyat mush shahvat, havoyi havasninki shahvatning kayniga kirib, ajoyib buzilib ketyapti. Xo'sh. Birisi-birisiga marhamat, birisi-birisiga kuyinish, insonlik degan narsa yo'q bu shahvatning yo'lidamda. Ben 67-yilmi, 62-yilmi mush vaqtdagi bir videoni ko'rdim. Xo'sh. Angliyadagi bir vaqalik ekan bu. Angliyada bugungi kunda ko'chira, hatto Istanbulda ayollar kiyib yurgan badanning asosi 80%ni ochib qo'ygan kiyimlar bor. Ashunda kiyimni haykalga kiydirib qo'yapti ekan do'konda.
Muş kiyimni kiyemizler. Dese şu çağdaki ayallar, Engliyalik ayallar, Müslüman olmagan ayallar, bunu mu kiyemdi o? Bunda kiyimni kiyemdi o. Bu degan buzu xotinninki kiyime bu. Dep hemmeden seskenip ayna gaqib şu videosu başınınki. Hoş. Qat'iy seskenip onu bu puchaklik bu. Nacharlik ayal kishim shunda kiyim kiyemdi o. Dep aşular şunda yaman ko'rib ekan, musulmon emas endi ular. Hristiyan şu vaqtda. Köysek mesela hatta şu çağıldaki şu muş asrının yani şu 19. asrının başlarındaki videoda mesela Avrupalık qarsımı şularning ayollarimi bir hijab bilan hamda. Şularning ayollarimi hijab bilan bir xilliqi shahvat parastlik bo'lgan odatdagi bugünkidek undaq rasvolik, uçukçuluk o zamanlarda yoktu. Hatta Hristiyan dünyasında yoktu. Müslümanlar demez. Hatta bugünkü kadar Amerika'da bazı yerlerde Yahudilerin bir grupları var. Aynı hicaplık jüriydi. Mesela kenisedeki ayallar aynı uzun giyip jüriydi. Xuddi bu uzun giyip giyiş yalğız İslam'dakiler işemez aslında. Bu şermahaya uzun giyim giyiş asli Hristiyan dininde mi Yahudi dininde öz vaxtını banasılar. Yok nasi emas. Çünkü bu dilinin hemmisinin asli menbesi bir oğaçka bu şimdi yok batı aşuladı mı? Lekin insaniyetinin şehvaniliği, havai hevesinin keyni kirip ketkenligi, şeytanın bu toğırdaki kıltığı düşkenligi için bugünkü günde çoğu ise Müslümanlar işidi mi aşında şehvaniliğini özünün hayattaki birden bir gayi nişanı kılıp yaşavatkan nurgun ayallar var. Başka dünyanın hem yerdimi çoğu ise bu hem de acayip umumlaşıp ketken insanlarınki en rezillik, en çakınlıkka sebepçi bulavatkan bir yoluniş nima desem o şehvetinin keynik giriş, şehvetininki izdiginini qilib berish hamda. Şehvetini to'yg'izish uchun. Bu amaliyotda çoğu desa bu qat'iy to'ydigan narsa emas hamda. Kontrol qilib boshqa bo'lsa buni to'yg'azgani bo'ldigan, lekin qo'yib etgan siri çoğu desa texmi insonni eng puchaklikka, eng rezillik elib boradigan bir yo'l. Shuning uchun bizning Uyg'urlar ishidimi bugungi kunda ba'zi echinishli ahvollar bor mush sahada. Yani kızlardan, yigitlardan, erlarning ishidan burunqi adab axloq, o'zining kimligini saqlash, masalan, kiyim-kechaklarda bo'lsin, yurish-turishida bo'lsin, bir Uyg'urga yarashmaydigan, bir axloq egisiga yarashmaydigan mushundaq yo'llarda ketayotgan, mushundaq har xil qalayimqan ishni qilayotganlar yo'q emas. Bu qalayimqan ishni qilib turib bir insona o'zining shahvoniy nafsini qandirish uchun harom yo'llarni mangdi ekan, masalan, harom ishlarni qildi ekan. Shuning bilan birga masalan millatning davosini qilib qo'ydi ekan, voy ani qiysoq bo'ldi, mani qiysoq bo'ldi deydi ekan. Cho'qim bunda odamlar vaqti kelsa jonni beradigan maydonda bo'la tepilmaydi. Shuning uchun bu ikkinchi bo'lib shahvatga qarshi turish, shahvat boshlagan yo'lg'uchi ergashmaslik bu jihat shayton bilan kurash qilishningki eng muhim bo'lgan ikkinchi turi. Ustazım de üçüncü türlüge gelsek bu biz kapırlar bilen bolgan cihat deptik. Hem de bu kapırlar bilen bolgan cihatın ki türlüre kaysı ya ki bununki mertebeleri da buldu. Koşumcu soraş gelse kendim kalaydı müşahede bir basla. Şunca basla. Endi kafirlar bilan qilinadigan jihad, kafir va munofiqlar bilan qilinadigan jihad. Munofiqlarni ayrimini qildik. Kafirlar bilan qilinadigan jihad tabiiy holda dunyodagi kafir 3 turlik bo'ladi. Birinchisi musulmon bilan sulhiy ishida yashaydigan. Sulhiy ishida, ya'ni tinchlik kelishim bilan yashaydigan kafirlar bo'ladi. Ikkinchisi musulmonlarga jizya to'lab yashaydigan kafir bo'ladi. Üçüncüsü urush qiladigan kafir bo'ldi. Bu 3 turninki hukmi 3 xil bo'ladi tabiiy holda.
birinci sulhi bilen mesela iki devlet yoki musulmonlar davlati bilen kafirlar davlati sulhi tuzdi. Urushdi bir mezgil yoki urushmadi. Ondan keyin kelishim tuzdi. Biz mesela biz tajovuz qilmaymiz. Bugungi kunda mesela diplomatik munosabatimiz var deylar. Xo'sh. Bugungi atalık bo'yicha diplomatik munosabat var. Bunda bo'lgan bo'lsa, qanday kelishim tuzgan bo'lsa, chuqur mush kelishimga musulmonlarni amal qilish lozim. Shu kelishimning taqozosi bo'yicha shu yashash lozim. İki taraf kelishim tuzgan bo'lsa. İkincisi, tabii halde bugünkü günde bu ahval yok hamda. Burungi zamanlarda, yani İslam devletleri bu vakitte, hilafet bu vakitte, musulmonlar ichida yashaydigan kafirlar, bular chunki zakat bermagan bo'lg'achqa, zakat ularga farz bo'lmagan bo'lg'achqa, shularni xuddi qo'g'dash bedeliga musulmonlardan zakat olgandek, ulardan ma'lum darajada jizya olib yashaydigan ish bor. Yoki boshqa bir davlat bilan kelishim tuzdi, bugungi kundan bor. Bugungi kun musulmonlar unda deysa, voy bu insonlarni ikkinchi darajalik ko'rganlik u bu deydigan gaplar bor masalan. Bu aslida davlatlar tarixiga qarasa, insoniyat tarixiga qarasa, unda ish emas endi bu. Kuchliq bo'lish bilan ojiz bo'lishning farqi bu. Burungi zamonda musulmonlar kuchliq bo'lganda nurg'un shunda ishlar bo'lgan. Bugungi kunda desa, boshqalar kuchliq bo'lgachqa, bugungi kunda tabiiy holda davlatlar, cho'ng davlatlar, kichik davlatlardan jizya degan nomni bir narsa olmaydi. Belki masalan neft va islom davlatlaridan ya arab davlatlaridan xalqaro neft bozorida bir ton neft $100 bo'lgan bo'lsa, avladınca $30'ga bir ton neftni oladi. Bular shuni sotadi. Bu bir kelishim bilan bo'lgan ish hamda. Yani jizjininki yoki nimaning bir turi, bir chiroyli bir uslub hamda. Nima shu anda qiladi? Biz sizni qo'g'daymiz. Sizning falon dushmaningiz deb sizni qo'g'daymiz. Sizni biz zaminingizni besib oladi. Degan nom bilan bo'lsin. Qaysi bir nomni bilan ashunda shu davlatdan chiqadigan neft bo'lsin, yo oltin kumush bo'lsin, yo nurg'un boyliqlar bo'lsin, bozor bahosidan bir muncha azon oladigan ishlar bor. Yoki ma'lum bir mol, mashina desak, yo bir narsa o davlat shu davlatlardan ham ekilish kerak. Xo'sh. Başka yerden ekasi bulmaydigan. Bu şunda kelishimli var. Yani dünyanın işi mındakça aytganda, devletler siyaseti. Hatta mesela buğday, qo'noq, guruch degandek yemek ichmaklarsiz. Menfaat üstüge qurildi. Menfaat üstüge qurilgandan keyin bu devletlerde normal bo'lgan ishlar. Bunun haliqqa shariatga uygun kelishganmasligi, ya xalqaro qonunga bugungi kunda uygun kelishganmasligi u ayrim masala u. Ayrim izdilinish kerak o masalada. Şeriatga uygun mu yakın bu iş ya xalqaro qonunga uygun mu uygun emasmi deb. Lekin amaliyotda yurgizilayotgan dunyoda amaliyot bo'layotgan ish nurg'un davlatlarning ishi xalqaro qonunga xilof bo'lsa-mu, u yo'lliq bo'lib mengayverdi. Yana nurg'un davlatlarning ishi xalqaro qonunga ma'lum qilayotgan ishi uygun emas deb jazolandi yoki urush qilindi hatto vaqti kelsa. Nima desa, bu haliqqa xalqaro qonun bu degan bilan hammasi bu ikkinchi dunyo urushida g'alaba qilganlar tuzgan bir davlat xalqaroliq sistem bo'lg'achqa, bu sistem tabiiy holda shu g'alaba qilganlarning manfaatini qo'g'dash ustiga qurilgan sistem. Bu sistem bo'yicha dunyo bugunga qadar kelyapti hamda. Bu amaliy bo'layotgan mayli bizning vatandagi ishlar bo'lsin, mayli boshqa dunyoning har qaysi joylarida bo'lgan ishlar bo'lsin, bu sistemning mus sistem bulduken bizden vatandaşın müstakil oluş ters. Çoğun bu dünyada çok bir özgürlük olması lazım hem de. Halkara sistemde. Bunda özgürlük olmasa mus sistem üstüde asasına bugünkü nurgun Xitay'ın şu asasta bizim besiqliq yani bu mu şu veto hakkı var devletlerinin bisi mesela halkara dike. 5 devletlerinin bisi. Bu mu Xitay'ın nurgun imtiyazını, nurgun alayhlikni biriklik hem de. Xo'sh. Mesela, bu şunun hemmisi Xitay'ın aşında bob qilishimi bizga ajoyib ziyonliq bo'lgan nuqtalarning biri hamda. Bu sistemlar o'zgarish kerak hamda. Dunyoning siyosatida biz yoki hissiyotchanlik qilib yoki so'zlab u bu deganga nurg'un ishchi inson degandek mangmaydi, arzu qilgandek bo'lmaydi hamda. Arzu qilgandek mangmaydi dunyoning vaziyati. Shuning uchun
Halbuki ikkinchi turi demoqchi bo'lganim kafirlar ichidami cho desa, muomala qilishga tegishli har xil Kafirlarning turlari. turlari hamda. Kafir davlatlarining deylar. Üçüncü andın uruş kılınıvatkan, yani Müslümanlar bilen uruş halıtidaki devletler hamda. Müslümanlar bilen uruş halıtidaki devletler tabii halda bular bilen uruş kılış, bunu karşı duruş her bir Müslümanınki gədiniga perz olgan bir iş hamda. Bu perz aslında alimlerimiz burun her qanday vaqtda mesela cihat perz kifoya bo'lgan bo'lsa-mu aslidagi hukmi. Xo'sh. Lekin kafirlar bir shaharni qurishib olsa, ya bir shaharga, bir rayonga, bir davlatga tajovuz qilib kelsa, shu davlatdagi hamma odamga jihatning hukmi farzlik aylanadi degan. Bu hali mandalam degan gap emas, balki Qur'oni Karimda va iza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Sizlarga kafirlar top bo'lib sizlarga hujum qilib kelsa, ulardan qat'iy qochmanglar deb Alloh subhanahu va taolo alohida buyurgan. Xo'sh. Unda bo'lgandan keyin shunga bu kafir urush qilayotgan kafir bilan bo'lgan munosabat shu tabiiy holda shu musulmonlarningki qudrati, imkoniyati, kuchiga qarata hamda asli hukm har doim urush qilish. Uning bilan urush qilish. Lekin her daim urush qilish imkoniyati bormi yo'qmi bu ayrim masalalar. Her daim urush qilish foydaliqmi yo foydasizmi bu ayrim masala. Buni cho desa shu davlatdagi, shu rayondagi siyosatchilar, ahli ilmlar bular belgilaydi. Lekin bizdek masalan zemini besib olingan, ishg'ol ostida qog'illigi nisbatan cho desa tabiiy holda bu yerda jihatning hukmi fard aynlikka aylanadi. Fard aynlikka aylandi deganlikning o'zi her bir musulmon shu kafir bilan jihad qilishga tayyorlik qilishi, kuch chiqarishi, Allohdan tilab turishi, niyatni har doim yangilab turish lozim deganlik. Xulosa qilsak hamda hozir Sharq Turkiston musulmonlar, Sharq Turkiston xalqi uchun Xitoyga qarshi jihad elib berish farz. Albatta farz. Albatta farz. Hozir hamda o farz bo'ldi deb darhol harakat ko'tab. Biz masalan hozir Sharq Turkistonlik qilinmaganligimiz, ya'ni harakat qilishga qobiliyatimizning yetmasligi o farzlikni saqit qilmaydi. O farzlikni saqit qilmaydi. Bu yerdagi masala nima desa, masalan nurg'un amallar bor islomda. Xo'sh. Buningdan boshqami? Ya'ni masalan haj qilish farz deymiz. Odatda. Her bir Müslüman'a hac qilish farz, şu farzni ado qilish uchun nima bo'lish lozim desa, bugungi kunda pasport bo'lish lozim. Pasport olmasa hajga bag'lanmaydi. Bir odamning pasportining yo'q ekanligi o haj farzini gadini saqit bu odam qilmasin bo'ldi deganlik emas. Balki pasporti yo'q odamcha desa, bir tirishchanlik qilib pasport olishga tirishish lozim. Urinishi lozim. Shu urinish yo'lda bu odam ulab ketdi masalan. Hajga borolmadi. Alloh bundan sen nimishqa hajga bormading deb hisoblanmaydi. Xuddi shuningdek hamda Sharq Turkistonda jihad qilish farz. Lekin bu jihadni qilish uchun shart sharoit bo'lish lozim. Buni paydo qilishga kuch chiqarish lozim. İnsan, undaqda hozir musulmon kuch chiqarish lozim. Bir musulmon masalan yuqorida degandek nafsi bilan kurash qildi, nafsini kontrol qildi, shayton bilan kurash qildi, shaytonning havoyi havasining kayni kirmidi. Jihad qilishning zodi resmi Allah subhanahu va taolaning tilida. Ya Allah jihad yo'llarini osonlashtirgan dedi, g'oyasi bor, umidi bor, niyati bor. Tirishchanlik qildi bu haqda. Kuch chiqadi, qo'ldan kelganini qildi. Qo'ldan kelganini qilib mush yo'lda shu o'lib ketsa bu odam, Allah subhanahu va taolo bu odamdan, bu bandidan sen nima uchun kafir bilan jihad qilmading deb buni hisob olmaydi. Shayda bir qiz gapni so'rolay. Masalan, sizlar hozir qurdab o'tlar, kallamni udur kelgan bir savol. Bizga munosabatlik bo'lganlik uchun Sharq Turkiston xalqiga qildim. Endi bizning vatanimiz Sharq Turkistonda yashayotgan musulmonlar bu jihadningki farz bo'lganligini bilgandan keyin masalan biz tayyorlik qilish kerak ekan degan tushunchaga erishgandan keyin bular masalan chet ellarda
Nerede bolsa aşağıda şu cihatga tayyorlik şaraiti baken deganni bildi. Şunda tayyorlik ko'rinishleri yo'llandi vatanga. Uni Xitoy oyada taqatdi. Undan keyin ular hamishaga chiqsaq zodi biz shundaq jihatga tayyorliklar ekanmiz. Undan keyin oyada günü hozirlik bilan shu qo'shinlar bilan yakib jihat qilar ekanmiz degan ideya bilan chiqdi. Bir qismlari İstanbul'da yani bir yerde kılınıp toxtab qoldi. Bir qismlar badi şehirde devam qilyotdi şu ururlarda. Bir qismlar hozir yana qaytib keldi. Endi mushu qiyin o'tkunlarni o'tgandan keyin bular sizlar hozir degandek masalan pasport ololmay haramga borolmaganligi uchun Allah Taala ondan siz cihat nima harca qilmabsiz deb so'maydi diqqamdi. Mushu shundoq tirishchilikni qilganligi uchun bulardan bu nima saqtulamdi yoki yana taxima bushashmasdan hayotining oxirigacha katta vatanni ozod qilishga tirishish kerakmi? Yani müşahede bir muhim nokta deb qaradim men. Hozir ham ko'ryapmiz xalqimizning Alloh razı olsun şehrin hicret qilib kelgan qarindoshlardan Alloh razı olsun. Shuncha jafolarni tatgan bo'lsin, lekin hozir bir qismli u sal so'g'ib qolgandek, umidsizlangandek qilib vatanginingki zamin jihatdan texmo uzoq bo'lgan Yevropaga safar qilish yoki bo'lmaydi boshqa hayotning kenimiriga kirib ketish, hatto u tayyorliklarni unutib ketishdek ahvollarni ko'ryapmiz endi. Bunu qanday ta'kidlash kerak? Bunu birinchi o'ylab hamda Allah subhanahu wa ta'ala Qur'oni Karimda "Ve men yuhacir fi sabilillahi yajid fil ardi muragaman kaseeran wa sa'ah. Ve men yakhruj min beytihi muhaciran ila Allahi ve rasulihi thumma yudrikuhul mautu faqad waqa'a ajruhu ala Allah." Deb mush oyatda Allohning yo'lida hijrat qilgan kishilarningki bu zaminda nurg'un qiyinchilikqa, nurg'un jafoga uchraydiganligi ve şunun bilan birga nurg'un kengchilikka ham uchraydiganligini mush oyatda bayon qildi. Muragamen kaseera degan shu jafo mushaqqat, qiyinchilik degan ma'noda. Va sa'ah degan shu erkinlik, kengrichilik degan ma'noda. Demak, biz vatandan hijrat qilib chiqqanlar nurg'un jafo mushaqqat duch keldi yo'lda. Yo'lda uylab ketdi, hozir qadar yo'l Tayland uyanmayan turmalarga yetayotganlar. Nurg'un qiyinchiliklar duch keldi. Undan keyin mana kelib nurg'un iqtisodiy qiyinchilikqa duch keldi. Har xil qiyinchilikqa duch keldi. Har xil jafoga duch keldi. Shuning bilan birga bu iqtisodiy tarafdan jafoga duch keldi. Unda qiylandi turmushda. Keyingi vaqtda vatandagi urug' tuqqan bolalar bilan munosabatlar uzildi, nurg'un xafalik duch keldi deymiz. Hammadan bu qiyinchilikning ham gapi hozir hammamizning og'zida. Iqtisodiy qiyinchilikning gapi, uy ijaralarining qimmatlashib ketganligining gapi, bu jonni boqmoqning naqadar qiyin bo'lib ketganliginingki gapini hammamiz davatimiz. Lekin bu ayg'idagi vasa'ahni shu unutib qoldik hamda. Biz vatanimizda iqtisodimiz bati to'g'ri. Nurg'un adamda millionlagan pullar bati. Bugünkidek chet eldagilar qiyinlanayotgandek turmush tarafdan da qiyinlanmagan. Chiqqanlarmi necha million puldan chiqqan. Nurg'un pul egallari eti. Lekin u yerda nima yo'qdi desa, erkinlik yo'qdi. Bir musulmon, yaxshi bir musulmon axloqi, musulmonlik kimligi bilan yashash imkoniyati yo'qdi. Vatanda o tarafdan shu qiyinchilikqa duch kelgan, uchragan. Vatandan chiqqan vaqtda biz dinimizni yassak bo'ldi. Dinimiz bilan yashay olsak har qanday qiyinchilikqa biz chidaymiz degan mush iroda, mush maqsad bilan chiqqanmizdan xalqimiz. Xo'sh. Hozir bu chet elning sharoitida din bilan yashash imkoniyati bormi desa albatta bor. Lekin nurg'un odamlar avadiki tuyg'uni iymonga bo'lgan ishtiyoq, muhabbat, İslami kimlikki bo'lgan muhabbat, vatanda bo'lgan. Erkin Allohga ibodat qilishga bo'lgan muhabbatni nurg'un odam shu yo'qotib qo'ydi.
yo'qitib qo'yib, maqsad qilib chiqqan narsa hozir hammasi tepildi. Hammasi tepildi asli. asli. Unutib qoldi, yo'qitib qo'ydi. Uni unutib qolib, hozir kallaga kirib olgan narsa nima bo'ldi desa, qiyinchilik bo'ldi endi. Bu qiyinchilikda texmo vatandan texmo yiroqlab Yevropaga ketdi, nurg'un yerga hozirga qadar ketyapti. Asli bu yerda bir erkinlik bor. Qanday musulmon bo'lib yashay desa, qanday kiyim kiyib yashay desa, qanday ibodat qilay desa, qanday ilm o'rganay desa, qanday din o'rganay desa, ya'ni diniy ilmlarni shunda o'rganish sharoiti, erkinligi bor. Lekin hatta fan texnika ilmlarini o'rganish sharoiti, o'ziginammisi bolalarni o'qitish, kelgusi uchun shunda hozir sharoiti yana ham bor, shunda. Yana bor. Shunda bo'lsa-mu, Mavla ko'z ko'rinmay bugungi kunda nima ko'z ko'rinadigan bo'lib qoldi desa, jafo mushaqqat ko'z ko'rinadigan. Vatandagi iqtisodiy bayoshatlik eslaydigan. Shu yerdagi xotirjamlik, bayoshatlikni eslaydigan. Vatandagi kichkina tijorat qilsa 1 munch pul topishni eslaydigan. Bijdal toshni bu yerdan tepib qolsa necha millionga sotishni eslab, mavadagi jafolik, turmush qiyinchilik oldida nurg'un odamlar mag'lub bo'layotdi. Hatto o'zining kimligini yo'qotib qo'yayotgan, shunda dinga bo'lgan muhabbat hissati bilan vatanda odatda o'zining niqoblarini olmagan, niqob bilan yashaymiz degan qizlar bugungi kunda ba'zilar yarashlandi, ba'zilari niqoblari yo'q qilib, uni boshqa narsalar bo'ldi. Hijoblarimiz shunda gullanib taraqqiy qilib ketdi, nurg'unlarning mudilishib ketdi. Bu vaqtda gap qilsam, o gaplarni yoqmaydigan bo'lib qoldi. Mushularning hammasi olimlarimizningki bir so'zi bor. Alloh yo'lida yashash, Alloh yo'lida o'lishdan qiyin degan so'zning haqiqatligini bizga amaliy ko'rsatadi. Shu vatandagi shu hissiyat, shu to'yg'u bilan aşağıda ular o'lib ketishga tayyordi. Hatto chet elga chiqib mayli Suriyaga bo'lsin, u ham bu yerda o'lib ketishga tayyordi. Ashuna muhabbat, ashuna ishtiyoq bilan chiqqan. Lekin Alloh janna ammidi urush maydonlaridan saqaldik masalan. Ya qarindoshlarimiz saqaldi. Hayotlikni boshildik. Ondan cho'q desa, barbara vaqtning o'tishi bilan heliqi ishtiyoq, heliqi muhabbat, dinga bo'lgan heliq sevgi barbara cho'q ojizladi. Xo'sh. Qalbdagi iymonning nuri barbara ojizlashib boshildi. Boshlab bugünkidek ahvol bir qism xalqimiz muhojirlarda shakllandi. Shuning uchun mushu temada nima deyishimiz lozim desa, birinchi bo'lib müminning hayoti mukallaf bo'lgan tatib ta o'lguchilik bu hayot har doim Alloh uchun bo'lishi lozim. Şu Allah Kur'an-ı Kerim'de kul inna salati ve nusuki ve mahyaya ve mamati lillahi rabbil alamin. La şerike lehu ve bizalike umirtu ve ana evvelul muslimin. Hayatlığımız olsun, ilimimiz olsun, ibadetlerimiz olsun, mal boğuzlaşlarımız olsun. Hemmisi şu deyse Allah üçün degen bu tuygunu her daim saklışımız, bu üçep qağın tuğsa, acizliğin tuğsa bunu kuşlandırışqa tirişçallık qilishimiz lazım. Demek biz mesela chet elga chiqdik ma'lum maqsadlar bilan. Xitoyga qarshi tayyorlik qilib, u yerga masalan harakat qilib urush qilolmadik. Qilolmagandan keyin endi bu vatanni ozod qilolmagandan keyin bo'g'inimiz bo'g'a o'xshaydi deb dinga bo'lgan muhabbatimiz sustlashmaslik. Hozir siz degandek shu oyatninki qul inna salati shu oyatga aloqador yani mustahkam istirib mushu oyatda ko'rsatgandek yashash aslida musulmonning mu'minning majburiyati shu demoqchi. Albatta. Albatta shu. Ammo ya'ni shuni bilan birga vatanning ozodligi uchun harakat qilishdan qat'iy bo'shashmaymiz. Mushu vaqtda har doim payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamninki Men sa'alallaha şehadete bi sidqin ballagahullahu manazilel şuhada ve in mata ala firashihi degan hadisni biz o'zimizninki ulgisi, o'zimizning yo'l ko'rsatgan chirig'i qilishimiz lozim. Ya'ni qandaq bir odam Allohdan haqiqiy shahidlikni rostchilik bilan talab qilsa,
Allah o adamni şehitlerinin mertebesiga yetkizudi, maqamiga yetkizudi, o adam yüzünün köpüsü üstüde ülep qalsını dedi. Muş hadisini Peygamber Aleyhisselam'ın digelligidan şunu aniq his qila olamizki, men cihat qilib Allah yo'lida düşman bilan kurash qilib o'lsam bo'ldi degan odamning hammasining cihat maydonida o'lolmaydiganligini bundan his qilamiz. Bo'lmasa Peygamberimiz va in mata ala firashihi degan gapni qilmaydi. Demak, mush ko'psti o'lib qolsimi deganligining o'zi nurg'un Allohdan ashunda rostchillik bilan shahodatni talab qilibmi, yana urush maydonlarida o'lolmaydiganligi bir mo'minning, hatto urush kiranmay ülep kalışının mümkünlüğünü ispatlaydı. Şimdi Halid ibn Valid radıyallahu anh'un bir sözü var. Üz ölge vakitte köpüsü ölgenem de adam. Hayatı olmasa Müslüman olmağa vakitte Müslümanlığa karşı uruş veren, Müslüman boğandan keyin kafirlar bilan boğan karşı neç qatımlık uruş qatnashib, neç qatımlık uruşda yarılınıp, kılıç yap, neyz yap, oqya tegib, aşında boğan adam emdi. Aşında boğan adam şu köpüsü yetip ölep qalgan. Demek bu şehitlik makamı mesela. Bunu hatta bir adam şunda samimi bolsa mu mümkün düşman bilen uruşanma ülep gitir bu hayatta. Bunda boğanlık anda insan biz düşman bilen uruşanmagandan keyin biz Xitoy bilan taqimshiraqlashib ketdik. Yiroq bo'lib ketdi arlig'imiz. Bunda bo'lgandan keyin bu ishni qiyin olmaydi ekan deganlikning o'zi mag'lubiyatning birinchi qadami shu. Chuqum insanın kalbiga xuddi namaz desek mesela, namaz adetli bir adam sağlam bolsa, uyurturup okuş farz. Uyurturup okuyanmaydiken, okuyanmagan adamga nisbeten namazını okumusun buldu deydigan hüküm yok şeriatta. O adam çok oltirab turup okuydu. Oltirab okuş farz. O farzligi tushib ketmaydi gadindan. Oltirab o'qishga qodir bo'lanmasa bir adam, undan keyin yetib turibcho göz işareti bilen okuş farz. Aqlushlan bo'ldi ekan, yetib qolsimi namozning farzligi saqit olmaydi. Xuddi shuningdek bu jihatning farz ekanligi bizning gadimizga, bizning qilinmasligimiz bilan yoki sharoitning pishib yetilmasligi bilan gadimdan tushib ketmaydi bu. Bu gadimizda farz bo'lib qoladi. Buning uchun biz qo'limizdan keladigan tirishchanlikni qilishimiz lozim. Shu Allah Qur'oni Karimda nurg'un ayette la yukellifullahu nefsen illa ma ataha. Yani bir ayet la yukellifullahu nefsen illa vus'aha. Yani Allah insanni şu insanga şu bergen kudreti imkaniyeti arqılık Allah onun hesap aldı. Şarait Allah ata qilgan sharoitni fursatni g'animat bilmagan vaqtda beparvolik bilan o'tkazib o'tgan vaqt shuni hisob oladi. Lekin biz tirishchanlik qildik ekanmiz. Allohdan rostchilik bilan tilaydi ekanmiz. Yo'l izlaydi ekanmiz, niyatni samimiy rost qildik ekanmiz. Shuqum Allah subhanahu va taolo shu maqsadimizga yetkazadi. U bo'lsa o'zining roziligi. Allohning roziligiga erishish mo'minning hayotdagi eng birinchi g'oyasi. Bu g'oyaga cho'd desa biz tirishchanlik bilan samimiy rostchil niyat bilan yetamiz. Biz dunyoviy g'oyamizga mayli yetalayli, mayli yetanmayli, samimiylik, rostchillik bilan cho'd desa Allohning roziligiga yetalaymiz. Shuning uchun har qanday bir muhojir nurg'un g'oya maqsadlarni niyat qilib qalbiga pukib chiqqan bir muhojir cho'd desa bu jihad amalidan iborat bu farzni hozir qilinmagandan keyin mening gadimim saqit bo'lib ketgan o'xshaydi deb qat'iy o'ylamaslik lozim. Bu mening gadimimda farz bor. Chuqum men buningga qalbiy tarafdan yuqoridagi nafsni poklash orqali bo'lsin, shaytonga ergashmaslik orqali bo'lsin, shariatning hukmlarini hayotda amaliylashtirish orqali bo'lsin, tirishchanlik qilishim lozim, Allohdan so'rashim lozim. Allah chuqum meni bu ibodatni qilishga nisib qildi degan vaqtimizda biz yani cihat ustida o'lgan bo'lamiz. Ay payg'ambarimizning so'zi "Men mata va lam yaghzu va lam yuhaddis nafsahu bil jihad mata mitatan jahiliya" degan hadis mushu. Yani bu mush cihatning hamma turlarini o'z ichiga oladi. Yalnız bir emas. Xo'sh. Yalnız bir emas. Ash mayli nafsi bilan kurash qilish bo'lsin, mayli shayton bilan kurash qilish bo'lsin, mayli munofiq bilan kurash qilish bo'lsin, mayli kafirlar bilan kurash qilish bo'lsin, hammasi shu
mush payg'ambarimiz mush hadisda degan jihatninki turining biri. Shuning uchun hozir qo'ldan kelganini qilishimiz lozim. Fursatni ching tutishimiz lozim. G'animat bo'lishimiz lozim. Qolganini Alloh subhanahu va taolo shu Qur'oni Karimda "Walau alimallohu fihim khayran la asma'ahum" deydi. Yana bir oyatda agar Alloh subhanahu va taolo sizlarda bir yaxshilikni bilgan bo'lsa, sizni ishni qilishga muvaffaq qiladi. Deb u shu mazmunda oyat va demak qachoniki Alloh subhanahu va taolo bizning qalbimizda samimiylikni, rostchillikni, haqiqiy rostchil niyatni ko'rsa, shuni bilsa, albatta qalbimizdagini Alloh bilib turdi. Shu chaqda shu andan Alloh subhanahu va taolo bizni nurg'un yaxshilarni qilishga muvaffaq qildi. Allah razı olsun ustoz. Vaqt muzrab ketdi ama yuqorida o'tgan nuqtalarda muhim birisi qoldi. Shuni qisqacha bir bayon qilib olsak. Endi bu munofiqlar bilan bo'lgan jihat qanday bo'ldi? Bularga qanday pozitsiyada bo'lamiz masalan? Bizningki Uyg'urlarningki ko'pincha kallasini qaymoqtirayotgan bir masala. Munofiqlar bilan bo'lgan jihat Alloh Qur'oni Karimda Bizning payg'ambari sallallohu alayhi va sallamni buyurib, "Ya ayyuhan nabiyyu jahidil kuffara val munafiqina vaghluz alayhim." deb bu kuffarlar bilan qilingan jihat bilan kafirlar, munofiqlar bilan qilingan jihatni aqaqidincho keltirdi. Yana bir oyatda "Vajahiduhum bihi jihadan kabira." Yani Qur'oni Karim bilan sen kurash qil dedi. Şu olimlarimiz birinci olab munofiqlar bilan qilingan jihatninki til bilan bo'lganligi. Ya'ni bularga sizning qilayotgan ma ishingiz xato. Ma ishni qilmang deb bularni yaxshilikqa buyurib, yomonlikni to'sash bilan bular bilan kurash qilishning birinchi nuqtasi mushu. Xo'sh. Bu halqa Aşu Peygamberimizden halka "Men ra'a minkum munkaran felyughayyirhu bi yadihi, femen lem yastati' fe bi lisanihi, femen lem yastati' fe bi qalbihi ve zalika adaful iman." degan hadisdagi mushadisini sharhlashdimi, mushadisini tushuntirishimi? O'shunda munofiqlarni odatda ya munkarni qilayotgan degan hamda bir xato ishni degan shu asosliq bu yerda xato ishni qilganlik kim o desa, eng başta munofiqlar. Egir xatolikni o'tkazganlar shu. Bu munofiqlarning turimi bir xil bo'lmaydi hamda tabiiy holda. Munofiqlarningki o'zining amaliy kundalik ish harakatlarida munofiqlarning xislatidan bir xislat bor odamlar bor. Masalan, xiyonat qildi, mol mulkka xiyonat qilish munofiqning biz sufti. Amonat xiyonat qilish, yolg'on so'zlash biz sufti masalan. Ondan keyin biz bilan urushib qolsin ayta qalaymiqan og'izni buzib tillashmi munofiqlarningki bir sufti. Bu munofiqlar bilan bo'lgan kurash qanday bo'ldi desa, bularni yaxshi bo'lish bilan yomonlikni to'sash bilan bo'ldi. Ya'ni o'zining amaliy yolg'on gap qilgan odamni yolg'on gap qilmoq deyish bilan, xiyonat qilsa buni xiyonat qilmoq deyish bilan. Lekin ma'noda xiyonat qildi deb plan buni men urma, tillayma, o'ltirman deb bunda bo'lmaydi bu. Munofiqlar bilan bo'lgan kurash. Andan bu yerda yana bir turi islomni yomon ko'rib, ya'ni tilida islomni oshkor qilib qo'ygan bilan dilida kufrni yaxshi ko'rib, islomni yomon ko'rdigan, hatto islomni yo'qotish uchun dushman bilan hamkorlashgan aqida tarafdagi munofiqlar bor. Masalan, ko'rinishda musulmonlar bilan birga, masalan, Uyg'urlarning ichidagi munofiqlar ko'rinishda masalan Xitoyga qarshi davolada bor, namoyishda basildan bor, yaxshilari bor. Ama yani bir tarafdan bizning dushmanimiz olan Xitoy bilan hamkorlashadigan munofiqlar bo'ldi hamda. Bu hamda bu munofiq masalan Xitoy bilan hamkorlashdi, iqtisodni deb hamkorlashdimi masalan. Buning ham qaraldi shariatda. Ma'lum iqtisodiy tarafdan azur qiyinchilik bor deylar. Iqtisodni deb hamkorlashdimi yoki dinni yomon ko'rganlikdan yoki o'zining xalqiga ziyon yetkazish uchun hamkorlashdimi yoki vatandagi ota-onasiga bo'lgan, ota-onasi qilingan tahdid sababidan ota-onani so'laymi dedi, uni qilim, buni qilim dedi. Shu orqali shu sababdan hamkorlashdimi? Bularning hammasi shu desa,
qarab chiqilishi, tekshirilishi kerak bo'lgan bir nuqta. Bu umumiy hamma odam bu shunday odamlarga o'zining qarshiligini ifodalashi, bunda odamni bilsam mana shuni qilma deyishi kerak bo'lgan har bir odamning mas'uliyati. Lekin bu yerda muhim bir nuqta bor. Xo'sh. U bo'lsa nima desa, gumon bilan bizning odamlarning ichida ko'ngli xolimagan odamni, yo yomon ko'rib qolgan odamni, yo bil tijorat qilib tijorat kelishmagan odamni, voy munofiq ekan bu. Tijoratda anda qildi, ya falon vaqtda bunda qildi deb burun bil tijorat qilgan vaqtda hech qanday nima yo'q. Hech qanday xafalık yo'q. Keyin xafalık chiqqan vaqtda voy bu ay shu Xitoydan telefon keldi buningga, masalan. Ota-onasi bilan hech kim ko'rishamasa, ko'rishalaydi telefonda. Vatanga tijoratda to'g'riliq chiqib berib kelgan odamni munofiq deydigan gap. Deb har xil o'zi yoqtirmaganni munofiq deydigan bir ish bor. Buningdan bu xalqimiz cho desa saqlanish kerak ekan. Saqlanish tegishli yerdan. Saqlanish tegishli yerdan saqlanish lozim. Bugungi kunda masalan Xitoyning bir aldamchiliklarining biri Palanın telefon numarını bilemsen o bu deb gap so'raydi ekan masalan. Mishadiki qaysimizning bo'lsa. O delik telefon numarını bilemsen deyish o bir gap hamda. Adam biz bilan hamkorlashamdi yo'qmi deb uqib baqishamdi o. O'tganki anaqa bolaning masalasida masalan Facebook'ga yayga qarasa ko'lning rasmini tepadigan odamning rasmini yo'lla debdi masalan. O nima desa faqat ma'u bizga hamkorlashib bizning keyingi qilmoqchi bo'lgan bir sal muhimroq bir ishlarimizni qilishga yaramdi, yaramamdi deblam qilgan ishimda. Bo'lmasa, bu yerda mening yo sizning telefon nomeringiz lozim bo'lsa, darhol topalaydim-da. Bir to'pligi bo'lishi mumkin, har xil to'pluv ayna. Falanning nomeri desa, bu yerdaning nomerini solsa, 5 odam yo'llab birdi hozir bu yerda. Masalan. Anaqa nada men biraylan dedi masalan, xalab oldunga. Bu shunda bir telefon qilib Senin telefon numaralarını so'radi, bilemsa o odamni telefon numarini deb bersan dedi. Shuning bilan men tazbek yaxshi tushunib ketmayman, lekin ikrarlarni ko'rma, o'zini yaxshi turmayman dedim. Qanday qilsam bo'ladi deb so'radi. So'rabdi, men dedimki, "Voy, mening telefon numarimni o'g'li zodi biladi. U bilmasa, o bir davlat olmaydi demdi o." Xo'sh. O silni faqat qiltaqqa destay debdi o. Maqsad men emas, mening numarim emas, silniki. Silikalla. Maqsad silni qiltaqqa destib shu orqali iliqa bizga bava hamkorlashamdi yo'qmi, bizga ishlamdi yo'qmi deb shuni bilmoqchi bo'libdi. Ahmoq bo'lmaslar. Telefon nomerimni qat'iy deb bermaslar. Bo'z tillislar o'g'ina ayda telefon qilsa deb ashunda dedim. Maqsadi bu odamning telefon nomerini ya har doim ham yerda chiqib yurgan odamning surati lozim emas ularga. Shu orqali anicho desa o'zining xizmatchisi o'zining askar qilishga tirishishimdi bu. Shu sababdan mendan palanning surati ya pistaning telefon nomeri o bu deb so'raydimdi. O telefon nomeri degan zada o'lda aniq ham yerda bormdi u. Ayda bir shu Xitoy qarshi ish qilayotgan odamning nomerlari tabiiy holda o'g'ildi bo'ludimda. Ayda aniq o'zining Facebook'larida rasmi va telefon nomeri hammadan bildigan undan numaralarini xalqdan so'rashi faqat shu xalqning dastishamda. Qiltaq tushirib shu o'ziga xizmat qildirishga, mandaqcha aytganda shu desa, ko'ndirish. Shuningdan maqsad shu hamda. Vaqt kelsa bir yomon ish nima desa, bu yerda masalan, ya mening ya sening nomerlarini so'radi deylar. Nomerini so'rgandan keyin uni yo'llab berdi bir aqlsizlik, nadonlik qilib. Yo'llab berib, undan keyin falon ishni qilib ber desa, shuning bilan nima deydi desa, ya men uni qilolmayman deb javob berdi odam. Desa, shu bilan uni tahdid soladimda. Ha, siz falonning nomerini yo'llab berganman, men chiqirman, shuning bilan sizdan da hammadan munofiq ekan deb, shuning bilan ishonmas bo'ladi, sizga haq salom qilmaydi, o'chi-bo'chi, mana shuni qiling deb, anda halaqa hammadan bildigan ishga dast bo'lib, undan keyin cho desa, shu ish bilan odamga besim qildimda. Halaqa qilmaslik tegishlik ishni qiyg'in solishga besim qildi. Shuning uchun buning uchun xalqlimi unda aqlni ishlatib, bilmayman o telefon nomerini, teping o'zingiz. Masalan, bilmayman deb javob berish eng sog'lom javob hamda. Shuning uchun gapni bir xulosasak, bu vaqtdagi gapni birga Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam
Abdullah ibn Ubay degan shunda hammadan bildigan Qur'oni Karimda oyat tushgan bir munofiq edi. Shunda munofiqni balasi qo'pab o'ltirishni talab qilgan vaqtda payg'ambarimiz uni yo'l qo'ymagan. Bu hatta shu hadisda Muhammad o'zininki ashablarini o'ltirdi degan gapning tarishini men yomon ko'raman degan payg'ambarimiz. Bunda bo'lgandan keyin musulmonlar ishida bir alohida bir tekshirish guruhi yo'q, masalan, sud mahkamasi yo'q. Manda bugünkidek bir vaziyatda, ya'ni kimning haqiqiy jasus bo'lib bo'lmaydiganligini uqulolmaydigan, gumon bilan ish qildigan bugünkidek vaziyatda cho desa, bir odamninki qinni halol sanash, mol mulkini halol sanash, ma ishlar cho aldirab jasuslikka chiqarish, ma ishlar yengilish emas. Bunga diqqat qilish lozim. Biz bilimizki ba'zi masalan baylar, iqtisod egalari tahdid qilingan yoki bulangan ahvollar bor. Nima degan da'vo bilan desa, jihadga bu yordam bermiding. Jihad qilishga yordam bermiding degan ma'no bilan cho bulangan, tahdid qilingan ishlar bor. O'zimizning Uyg'ur musulmon qarindoshlarimizni iqtisodida, ya'ni o'zimizning odamlari bulab tahdid qilib qolishlar. Bulab tahdid qilib qiygan, hatto yo'qolib ketgan ya Turkiya kelinmayotgan odamlar bor. Nimaning sababidan desa, aynan tahdidning sababidan. Şu aniq olsunki bu cihat degan bir ibadet bu. Bu ibadetni mayli mal bilan qilsin o ibadetni ya jon bilan qilsin. Bu muhabbet bilan Allah bunga mukofot berdi, savob berdi deb qilgan ish bu. Ya'ni bir odamni majburlab, melini bulab cihat qilishga Allah bizni buyurmadi. Bu kafirlarning yo'liga o'xshash hamda. Ya'ni kafirlar g'oyaga to'g'ri, sog'lom g'oyaga yetish uchun buzuq yo'l bilan yetsa bo'ladi deb kafirlarning yo'li var. Bir qoidasi var. Shuningdan farqi yo'q hamda. Ya'ni bir musulmonning melni halol sanash, jihad qilaman degan bir shuar bilan uning melni elib olish yoki uni tahdid qilish, pul bersan deb bu shakli o'zgargan bir o'g'irlik hamda. Shakli o'zgargan o'g'irlik. Shu payg'ambarimiz la yahillu malu mri'in illa bi tayyibi nafsi. Yani bir musulmonninki mel halol bo'lmaydi, lekin o'zi rozi bo'lib bersa andin halol bo'ladi degandir. Yani jihad qilish uchun mol lozim bo'lsa, biz shu iqtisod egisini bu jihadning ahamiyati nurg'un tarafdan so'zlab qanoatlantirib, agar u odam molni bersa jihadni qilamiz bas. Agar u odam molni bermabdi, qo'limizda pul yo'q ekan, pul yo'q bo'lsa desa, o'g'illik qilib jihad qilmaymiz endi. Bu haliqa kambag'al ayol bolarimni boqaman deb zina qilsa bo'lamdi desa, nima deymiz? Bolalarni beqish yaxshi ish, to'g'ri ish, lekin zina qilish chu harom. Bolarimni boqaman deb zina qilsa bo'lmaydi. Xuddi shuningdek jihadni iborat bu sharaflik bir katta iboratni qilaman deb musulmonning o'g'irlisi bo'lmaydi. Shuning uchun bu masalada nima desa, biz nayte temkinlik bilan shariatga uygun ish qilyapmiz yo'qmi deb buni hisoblashib qilish lozim. Allah razı olsun ustoz. Oxirida xulosalashga to'g'ri kelsa, endi sizningki gaplardan. Masalan, jihad maydonida, masalan deylik, bizning Uyg'urlar Suriyada bo'lganda. Suriyadagi mujohid qarindoshlarimizning ichiga kirib, Xitoyga jasuslik qilayotganligi aniq bo'lgan bir munofiq bilan İstanbul'daki mesela resim yollab bergan telefon o bu soğaçlarga chiqib qolgan yoki vatanga berib kelayotgan bo'lsin yoki bir shufiylik ishlarga aralashib qolgan, aniq bo'lmagan bu ikki odamninki osmon zamin farqi bor. Ikkiga o'xshash hukm belgilab bo'lmaydi degan xulosasiga to'g'ri bo'ldimi ustoz? Bo'ldi. Allah razı olsun. Vaqtimiz uzab ketdi. Boshqa qo'shib chiqib. Yo'q, boshqa. Hürmetli qarindoshlar, bunun bilan bugungi savol va javob nomli programmamiz oxirlashdi. İnşallah boshqa programlarda ko'rish umidi bilan hammanglarni Janob Alloh taologa topshirdik. Xayr, xo'sh, omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.